Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Begum Sodiyda kanalimiz a'zolari. Ana ko'rib turganlaringdek, Pop tumani Sanq qishlog'iga shu Kaliforniya cho'lchalarini boqish maqsadi, Begum ishlab chiqarish maqsadida Husan akam qiziqqan ekanlar, murojaat qildilar, olib keldik. Bu yerda dala hovlilari ekan, dehqon xo'jaliklar. Mana bu yerda chisoflar ekilgan ekan, mana bu yerda yana boshqa dehqonchilik qilishar ekan. Xudo xolasa bu yerda mana shu Begum ishlab chiqarib, organik mahsulotlar yetishtirish maqsadida qilyapti. Chorvalari ham bor ekan. Endi o'zlaridan xomashga chiqar ekan. Hozir ozroq bilan boshlanyapti. Bu ham kelajakda mana shu tumanda yaxshi Begum ishlab chiqaruvchi xo'jaliklardan bo'ladi deb umid qilamiz va olib kelsangiz cho'lchalarimiz zichligini bir ko'rsatib qo'yamiz. Mana ko'rsatgan olib ketdi. Mana bu o'sha Kaliforniya cho'lchalarimiz kimga mana qiziqsa, mana shu holatda zichlikda ko'rinyaptimi videoda? Epga olib borib qo'yib berib kelaveramiz. Pastga tushyapti do'rida. Bu yerda mana shu Kaliforniya cho'lchalarimizni olib borib qo'yib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hop, Husan aka, mana 1 kvadrat, mana shu 3 ta banaka korobkada bo'lyapti. Endi mana suvni sepdik, siz aytgandek, namlik 60% bo'ldi. Endi buni chuqurga, bu chuqur ichiga ko'mib qo'yamiz. Qachonki bularga yoqimli bo'lganda o'zi o'taveradi. Haq o'tadi. Ha, bu yoqqa. Keyingisi ham odamlar. Keyingisini odam. Plyonкасini ko'tarishim edimi? Plyonкасini ko'tarib Yerga ko'taradi. ko'taradi. Kimi? Hop shu. Tamam. Tamam, cho'lchalarimiz. Mana yaqinroq olib kelsangiz ko'rinadi. Mana shunaqangi zichlikda mana cho'lchalarimizni chiqarib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana bu tuxumlagan litmalari. Tuxumlagan hozir tuxumlash mavsumi bahor oyida. Tuxumlari ham ko'p. Husan aka, barakasini bersin. Mana shu yerda chiroyli organik o'g'it ishlab chiqaradigan xo'jalik tashkil qilamiz deb umid qilamiz. Ortiqali Rasulov shu do'stim shu mashina qiling deb qiziqtirishdi, videolar tashishgan ekan. Oxiri ko'rib, aytib mana bir kunda olib kelib berishdi, xudo xolasa. Kimdir sababchi bo'ladi. Mana bugun bu yerga, ertaga Andijon shahriga 6 kvadrat, 7 kvadrat so'rashga ega borganimizni ham ko'rsatamiz. Qisqasi bu yil organik o'g'itga munosabat rosa o'zgardi va ko'rib turganlaringizda o'sha organik mahsulot ishlab chiqaradigan fermerlarga ham 100 tonnalab, 50 tonnalab shu organik o'g'itni yetishtirish, o'g'itda organik tog'lar, organik poliz mahsulotlar yetishtirishdi. Prezident tomonidan farmon bo'lgan. Endi talab ortyapti-da, sizlarga ham taklif qilamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.